Assalomu alaykum. Bugun biz bandajimiz hozirgi ishlatayotgan eng ommalashgan bandajlardan bittasi tonus firmaning operatsiyadan keyingi bandaj. Avval razmeri qarab olish esdan chiqmasin. Stomalar uchun mana shu belbog'ini olib tursak bo'ladi. Biz asosiy ishlatadigan joyimiz mana bu taraf bo'ladi, yopishadigan qismi bo'ladi. Ya'niki bu kelib yopishadi. Mana shu tarafni ishlatsak qulayroq. O'shanda kesganda kesma shunaqa bo'lishi kerak. Aynan shu bandajda mana shu ikkita chok bor o'rtada. Mana shu chokni orasi bo'lsin. Faqat juda ham katta bo'lib ketmasin. Agar chokdan ham chiqib ketsangiz yoki bo'lmasa bir tomonga o'tib qoladigan bo'lsa tejaga, keyin bandaj o'z funksiyasini yo'qotadi. Men tushuntiraman. Joylashuv shunaqa. Ikkita chok saqlanib qolgan. Shunda o'rta qismidan bo'ldi va bu funksiyani qiladi. Agar bir tomonga o'tib ketib qolsa, bandaj o'z funksiyasini yo'qotib qo'yadi. Hop, taqayotganda qaysi tomon bo'lishidan qat'iy nazar. Aytaylik, stolning bu tarafda. Birinchi stol tarafga joylashtirib oldingiz, keyin bu yopishgan taraf ustiga keladi. Agar bu tarafda bo'lsa-chi, xuddi shu narsa. Stol turibdi. Bu asosiy teshik o'rtada yoki yuqori tursa mayli, qop tashqariga chiqib turishi kerak. Shuni olib qo'ygan, bu tarafga yopishadi. Bandaj taqamiz. Ha. Biraz qo'ying. Çek takmayın almıştı.